Assalomu alaykum, hurmatli aziz fermer va dehqonlar. Bizda doimgidek Oxagroda import urug'lariga ham juda katta e'tibor qaratamiz. Umuman O'zbekistonning barcha hududiga urug'lar yetkazib beramiz. Bugun Sakata firmasini Kroda Shante degan sabzi urug'idan Navoiy viloyati Xatirchi tumaniga chiqarib yuboryapmiz. Mana bu yerga yaqinroq olib kelsangiz, mana shu qadoqda kelgan yangisi original urug'lar. Faqat bizda ko'rishingiz mumkin. Bu sabzi bo'lsa, endi ikkinchi urug'ni aytmoqchiman. Bu Boro bor, keyin mana bu Bejo kompaniyasini lavlak urug'lari 25 mingtalik. Bundan ham olib kelib qo'yganmiz. Hozirda keldi bizga. Bundan bor. Bemalol urug'ga telefon qilsanglar, xudo xolasa yaxshi urug'larni yetkazib beramiz. Yana bitta asosiy masala bor. Hurmatli aziz fermer va dehqonlar, bizda Surxondaryo viloyatiga ekadigan, erta chiqadigan piyoz urug'larni hozir tayyorlab qo'ydik. Undan keyin uzun kunlikka ekiladigan piyoz urug'larimiz ham tayyorlanib bormoqda. Undan oldingi videolarda keltirib o'tdik. Oxagroni kuzatib boring. Oxagro bilan hamkorlik qiling. Sizlarga yaxshi urug'larni tavsiya qilamiz.